Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Bugun bir YouTubedan xabar olib kirsam, oxirgi qo'yilgan videoga, er-xotin hazil qilgan videomizga Instagramga storiesga qo'ygandim. Endi YouTubega shunday video bo'lib tushadi. Kommentariyasiga har xil jinni sangi narsalar yozib tashlashibdi. Biz er-xotin shuna hazil qilamiz. Keyin super ota sizga hurmatim o'ldi, super ota asl basharingizni ko'rsatdingiz. Odamlar, agar shunaqa kurash kelayotgan bo'lsa, eringlarni, farzandinglarni yo'ldan urayotgan yarim yalang'och isqirtlar bilan kurashinglar, yoninglar sobiga. Yarim yalang'och, ochuv sochuvlar bilan og'zi burni o'pishib chiqayotgan o'zbek chisti o'zbek blogerlar bor. Men gapirmayman, ko'rib tursan ham. Mana o'shalar bilan kurashinglar. Meni qilgan hazilimga qayoqdagi gaplarni yozyapsizlar. Hammanglarga bittadan javob yozib chiqdim. Aynan o'sha videoda YouTube'da. Ko'ngilni keng qilinglar, meni toza qilinglar. Er-xotin hazillashib yashanglar.